110. savol. Assalomu alaykum ustoz. Qanday ahvollari? Savollarim tövəndikcə. 1. Taravih namazida jamoat masjidga sig'maganlikdan saflarni janoza namozi o'qigandek yaqin qilib oldidagi kishining dumbasiga sajda qilishning hukmi nima? 2. Xubtanning azonini anglab masjidga borgan kishi kiyimlarining tarpirab ketganligini sezsa, jamoat bilan o'qilgan namozning 27 savobini ko'zlab aldirab menish kerakmi yoki qaytib yuyinib, pokiz kiyimlarini almashtirib taravihdan 4-5 rakat o'qilib bo'lganda kelsimi shu savobga erishalamdi. 3. Namozga kechikib kelgan damollamning chaqirilib 20-30 safni yerib o'tib, birinchi safga kelishning nima zaruriyati yoki damollam atalganligi kishining oldingi safda turishi sunnatmi? Biz odatdagi kishilar ularning oldida turib namoz o'qib qolsak bizga gunoh bo'lamdi. 4. Uyg'ur masjidi turklarnikidan xeyli kengri bo'lsa-mu, biz Ramazonda bek taqvo bo'lg'achqa jamoat safni yaqin qilib namoz o'qishga majbur bo'lyapmiz. Buning ustiga ushshaq bolalarni namoz o'rgansin, jamoatni ko'rsin, masjidda o'ynasin deb birga elib kelib texmi qistanchilik tug'dirish yaxshimi yoki onalari bilan uyda qolgan yaxshimi? 5. To'n salli kiyish ustozlarga xos sunnatmi? 1000 odam namozga kelsa, aran 20-30 ahli ilmlar shunday kiyinadi ekan. Menmi kiyay desam, ilmim yo'q bo'lgach, oldingi safga o'tkazilib qolmay deb kiymedim. Nadan odam to'n salli kiymasa joizmi? Javob: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Alloh shukr. Birinchi savolingizning javobi joiz. Ikkinchi savolning javobi qaytib yuyinib keladi. Uchinchi savolning javobi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tüz turunglar, qanqat turmanglar, sepinglar tüz bo'lmasa qalbinglarda birlik bo'lmaydi. Aranglardagi ilimlik ve aqlli kishilar menga yaqin tursin, ondan keyin ulardan tövallar, ondan keyin ulardan tövallar tursin deydi. Mazkur hadisga asosan hozir bo'lgan jamoat saf tuzganda imomning orqada ilm ahli turishi kerak. Orqasining ikki tarafida boshqalar tursa bo'ladi. Ammo kechikib kelganlar boshqalarni surutib oldi safga chiqib olsa bo'lmaydi. Oldi safdagi kishining o'rnini boshqalarga berish bermasligimi qarash o'xshash bo'lmagan masala. 4. savolning javobi cho'qim qistilib o'qish kerak emas. Bolalarni elib boshqa jamoalarda o'qisimi bo'ladi. Hammasi Allohning baytlari. 5. savolning javobi shar'iy jihatdan salla sunnat yoki mustahab degan qarash bor. Bu hammaga o'xshash, ammo bilishimcha xalqimizning odatida ahli ilm yoki mo'ysiflar kiyidi. To'n hammaga umumiy milliy kiyimimiz bo'lib, ahli ilm bo'lmaganlar kiysa bo'lmaydi deydigan gap yo'q. Faqatla odat tufayli o'ng'aysiz ahvolga tushib qolmaslik uchun ahvolga qarab ish tutish munosib.